Assalomu alaykum checha. Yaxshimisiz, Surchas? Maysarami deysiz otingiz? Maysara. Yo, eshiting. Uni to'kkichining qizi bor-da, Maysara degan. Uni to'kkichining qizi sizmi, Maysara? Ha. Yo'q. O'tangda. Anaga Uruzlarga borishim kerak-da, Uruzlar bozoriga shu yo'l ko'rsatib berilmaysizmi? Uruzlarga? Ha. Ketasiz. Siz men bunday chizib ko'rsating, men bilmayman. Ha, bunday. Non. To'g'riga yurasiz, mana bu yerda. To'g'riga jiraman. To'g'riga yurasiz. 3 kilometrlar yurasiz. 3 kilometr. Yo'l chap tarafiga peshobod bor o'zi. Peshoboddan o'tasiz. Aha. Peshoboddan o'tganingizdan keyin o'sha svetofor. Aha. Tushuntirasiz menga. Kulganim yo'q. Kelib tushuntirasiz-ku hozir ahmoq qilganda. Jo'l so'rayapman men. Ahmoq qilganim yo'q. Ustimdan kulyapsizmi mening? Yo'q. Ya sizga kuldirgichmanmi men? Yo'q, kuldirgichdaman. Ya kulyapsiz-ku meni. Ya biron joyimda kamchilik bo'lsa aytdim. Yo'q, kamchilik yo'q, nahot. Ya kulyapsiz-da, men sizdan jo'l so'rayapman, to'g'ri tushuntiryapman jo'lni. Saypi molchini? Yo'q. Ya nima kulyapsiz? Men sizga kulgili gap gapiryapmanmi? Ha, kulgili shunga aytayotgan odamlaringizni bilmayman-da, birinchi eshitishim. Men menga mayli, bunday qayerdan o'tishimni boshqadan tushuntirgan menga. Hozir tushuntirdimi? Men tushunmayapman-da. Hozir. Shu yerdan 3 kilometrlar yurasiz to'g'riga. Aha. To'g'riga yurasiz, yo'l o'zi chap tarafiga peshobod bor. Aha. O'sha peshoboddan o'tib olasiz. Kim o'tkazib qo'ygan meni? O'zingiz o'tib olasiz. Men o'tolmayman-da. Meni shu 3 kilometrdagi o'tkazib qo'ying, olib borib. Shu yerga olib borib o'tkazib qo'ying, men o'zim o'tolmayman. Shu paytgacha yo'ldan o'zim o'tmaganman. Yo'q, men hozir bu tarafga ketishim. Qaysi tomon ketasiz? Hozir yo'l bu tarafga o'tib taksiga chiqib ketaman men. Shunda meni o'tkazib, to'g'ri aytyapman, men yo'ldan o'tolmayman. Kech qolib men yo'ldan o'tolmayman, juda qo'rqaman, to'g'risi. Mashina kam o'zi darrov o'tib olasiz. Ya siz nimaga kelyapsiz-da men istimdan. Nima qilyapsiz? Men ko'ryapti, o'zim tushuntiryapman prosta. Qancha tushuntirgan qilyapsiz-ku, meni ahmoq qilyapsiz-ku. Dumaloq o'tib kelma odam istidan. Yomon qilyapsiz lekin. Yo'q, men hech kim sizdan kulmayman. Kelyapsiz-da, men yo'lni tushuntirsam, yo'lni ham tushuntirmayapsiz. Nima unday? Bo'ldi, o'zim ketaman endi. Siz o'tkazib qo'ymayapsiz-ku meni. Meni o'tkazib Yandex chaqiring. nima deyapsiz? Yandex o'zim chaqirib, o'zim pulim bor, xudo shukr sizga Yandex chaqirib bering deganim yo'q men. Yo'q, hali meni chaqirdim, o'zingiz chaqiring. Yo, o'zim chaqirilaman, bo'pti.